Kerimeler, yaxşımısızlar? Ben riyasetçi Nazgül Tursuncan. Her günkü 10 minut vaqtınlarını manalarga iyi qilib kelayotgan Şinjan Sabah Madaniyat Tarqitish Çekiş Şirketi işleyen Şinjan Danish Maliye Buğaltırlıq Maslahatçilik Çekiş Şirketi tajdorligini algan Sabah köy programımız arqılıq sizlar bilan yana didarlashganligimdan intayin xursandman. Qadrli do'stlar, bu sam programımızning aziz mehmoni bo'lsa, Şinjan San'at Yurti Opera Teatrining ataliq naqshchisi ham Muqam Malikisi qatorliq chiroyli nomlar bilan muqamlarni va xalq naqshlarini voyaga yetkazib o'rlab kelayotgan san'atkorimiz Gülnar Hanım qarshi olamiz. Rahmat. Salam ekran oldidagi hurmatli azizlar. Sizlar bilan bugun mushu Sabah kuyi programmasi orqali yuz ko'rishganligimdan intayin xush bo'ldim. Men Gülnar Nurdin sizlarga chonqur salom. Qarshi olamiz. O'zingiz o'rlayotgan shu naqshlarga xos holatda hanishlardek nayt chiroyli yasanib chiqibsiz. Sizni ko'rib xursand bo'ldim. Bilishimcha shu naqshi kasb bilan shug'ullanatqili, muqamlarni o'rlayotqili sizga xeyli yillar bo'lib qoldi. To'g'rimi? To'g'ri. Unda bo'lsa muqam etishni yurkingizdan yaxshi ko'rsiz deyman. Chunki dadamning ta'sirida, dadam bir xalq so'ygan, el so'ygan san'atkor. Dadamning ta'sirida biz oiladagi hamma bolalar mushu kasbda taraqqiy qilib, mushu kasbni yaxshi ko'rib, ham mushu kasbda o'qib, Şinjan'dagi har qaysi joylardagi o'maklarda o'zimizningki bir kishilik to'pimizni qo'shib mengyapmiz. Mundaqdan. Demak, endi oila muhitining ta'sirida san'at oilasida cho'ng bo'lganingiz uchun balkim san'atga bo'lgan ishtiyoq tug'ildi. Keyingi taraqqiyotingiz butunlay o'zingizning tirishchanligi deb hesab qildi. To'g'rimi? Shundoq o'qituvchi ustozlarimningki yordami, o'zimning tirishchanligim, oila muhitimning, oila sharoitimning meni davomli qo'llab turishi bilan mushunchalik kuniga keldim deb o'yladim. Shunda albatta minnatdorlik har bir qalbdagi bir eng yuksak bir fazilat. Minnatdor bo'lalgan vaqtimizda ondan har bir qadamlarimiz texmo mustahkam besiladi ekan. Bugun undaq bo'lsa xalq naqshiriga muqamdan birini o'rinlamoqchimi yoki qanday plan bor? Bugun ijodiy naqsh aytib baqay dedim. Ijodiy naqshlardan ata-onalarga salom. Bu naqshningki ijodiyatchisi Qashqar viloyatlik san'at maktabining rabob o'qituvchisi Rayhongul Hayit xonim. She'ri bo'lsa yo'ldoshi Qurban Tursun apandim. Buni akkordlashtiruvchi, bu naqshni akkordlashtiruvchi Mavlon Mamtimin. Bu naqshni bolalari uchun, farzandlari uchun jafo tortayotgan barliq mehribon ota-onalarga cho'nqur salomimni yo'llash yuzasidan ularning huzuriga sunaman. Bo'ladi. Undaqda mehribon ota-onalarimiz bilan birlikda bu chiroyli kuyga quloq solaylik. Qani.
Salam sizlarga mehriban ona köyümlük ata Murat sizlarga bayram yar bo'lsin hamon shod xuram uzun umr ko'ringlar sizlardan elim ta'lim tarbiya bo'lsin pok odam sabiy bolalar bo'lsin pok odam sabiy bolalar Bu kuy maң şundaq tanış anlandı. Burun bir aytqanmısınız? burun bir aytqan o'chaqda milliy muzikada aytqandim. Bu qitim qaytadan bir akkordlashtirib do'stlarimizning huzuriga yana bir qitim sunğum keldi. İcadiyet bek yaxshi bo'lg'achqa yedi qolmasin dedim. Sabah kuyi programmasi mushu yosh naqshchilarninki ijodiyatchilarninki yaxshi ijodiyat, yaxshi naqshchilar yedi qolmaydigan yaxshi bir sahna bo'pti. Shuningga bu naqshni yana bir sunib olay dedim. Yaxshi bo'pti. Xursand bo'ldik. Demak, hamda ota-onalarimizni qancha kuylasak, albatta ozlik qiladi. Shuningga ota-onalarimiz uchun kuylangan bu naqshimi yana qayta anglag'animizda yana bizga o'xshash huzur berdi. Rahmat sizga. Sizga rahmat. Qadrli do'stlar, hamda Arsan programmamizni bizning korxonchi do'stlarimiz alayda kuch bilan qo'llab kelyotdi. Bu san programmamizni, ham bu haftalik programmamizni Şinjan Danish Maliya Buğaltırlıq Məsləhətçilik Çəkiş şirkəti tajdorligini elib alayda qo'lladi. Hamda ismidan chiqib turibdi Şinjan Danish Maliya Buğaltırlıq Məsləhətçilik Çəkiş şirkəti deb. Demak, hamda do'stlarimizniki, demak, şirket qurish mulozimati bo'lsin, moliya mufatish mulozimati bo'lsin, tarbiyalash mulozimati bo'lsin, undan boshqa boj ishlari mulozimati, şirket boj marka ishlaridagi ishlari tur iltimos qilish, marka mulozimati qatorliq mana bu xil barliq ehtiyojlarni qamday oladigan bir şirket. 2013 qurilgandan beri hozir yakka tijoratchilar va barliq ig'lik tiklaguvchilarning bir yaxshi oldin tanlashi bo'lib kelyotdi. Undan boshqa aloyiligi bo'lsa, bu mushu Şinjan ichida emas, mamlakat ichidami har qaysi joylarda 16 dan ortiq ish bajarish o'rni bor bo'lgan mushundaq bir mukammal shirkat. Shunlashqa mushjatga ehtiyoji bor do'stlarimiz bo'lib qolsa, Danishni oldin tanlash qilishinglarni umid qilaman. Hammamizning o'z huquq manfaatimizni qo'g'digan asosda andin mana shundaq yurishik mulozimatlarni o'lchamli sistemli shirkatlar orqali vujudga chiqarishini chin qalbimdan tavsiya qilaman. Undaqda hada bugungi chiroyli naqshingizga qanchalik sovg'a bersak ozlik qiladi, lekin bugungi hamda yuz ko'rishish yüzsüden sizge azraq olsun ko'ngil so'z tayyorladik. Ya'ni Şinjan Danish Maliya Buğaltırlıq Məsləhətçilik Çəkiş şirkəti 1000 yuanlik e'tibor kartasi orqali sizning bundan keyingi taraqqiyotingizda hamda boj ishlariga munosabatlik yoki mana shunday markaga munosabatlik, shirkat munosabatlik ishlaringiz bo'lib qolsa, 1000 yuanlik e'tibor bilan sizni kutib olmoqchi. Voy rahmat. Rahmat. Danish shirkatining ishlarining o'ngishli bo'lishini umid qilaman. Rahmat. Hada undaqda izchil chiroyli naqshlaringizni anglayotgan to'q orliqda uzilish bo'lib qolmasin. Ya'ni yangi kuylar orqali sabah kuyimizga mehmon bo'lib kelishingizni umid qilaman. Bo'ladi, rahmat. Rahmat. Qadrli do'stlar, bu san programmamizga chiroyli kuylar sizlarga yoqdimi? Undaqda atki san programmamizni ko'rishaylik. Şinjan Sabah Madaniyat Tarqitish Çəkiş şirkəti ishlagan Şinjan Danish Maliya Buğaltırlıq Məsləhətçilik Çəkiş şirkəti tajdorligini olgan bu san programmamizni nishada oyoqlashtiramiz. Atki sanimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Salam sizlarga